xabar bilan kelib turibman. Ha. Prezident sizni hajga jo'natyaptilar. Sizni, Afzalxonni, Hasan hoji akani, uchalariga prezident o'zlari yo'llanma berdilar. O'zlarining hisoblaridan alohida samolyotda Toshkentdan jo'natadilar, xudo xolasa. 5 kundan keyin. Tabriklaymiz. Mana o'qib beraman opodda. Hurmatli Xo'jayev Ibrohimjon ota, sizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda mehr-oqibat tamoyillarini mustahkamlash qaror toptirish yo'lida amalga oshirayotgan ezgu islohotlarning amaliy ifodasi sifatida 2026-yil haj safariga yo'llanma taqdim etiladi. Alloh taolo sizni prezident hojisi sifatida qiladigan haj amallaringizni dargohida qabul aylasin. Safaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Haj yo'llanmasi muborak bo'lsin. Prezidentimiz duo qiling. Umlarim bor. Onarim bilan. Bundan bor. Onalara, şenerlere, olmayan namlar gönlümün onlarına. Halkından bundan yollar. Narvan. Halkından muayyen. Konuşuyorlar. Dünyadan bitmedim. Olmayan nam bitme. Konuşuyorlar onları. Hanım, ne kadar olanlar. Olma. Ne var. Bunlar olmayan namlar. Bitmedim. Dünyada konuşuyorlar. Bitmedim. Olmayan namlara, o günlerimde yollara varıyorum. Doğayan halka mahvolur. Allahu Ekber. Mübarek olsun. O'zingiz niyatiniz mana ulug'idan berdi, ulug'idan.